sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot. Omonatni olib vaqtida bergan bandaga Allohdan ulug' rizq kelgan. Omonatga xiyonat qilgan ul inson qashshoq bo'lar albat, so'zim begumon. Omonat nafaqat buyum, boylik emas, ilmga bul bobda hech biri tengmas. Ma'naviy boyliging xazinadir bil, kelajak avlodga uni taqdim qil. Aks holda millat qashshoqlashadi, bil tuban bo'lishi osonlashadi. Sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot.